1 avgustdan keyin ko'pchilik o'zbekistonliklar pul, hujjat, kommunal to'lov, bank amaliyotlari va davlat xizmatlari bo'yicha yangilangan tartiblarga duch kelishi mumkin. Men bugun sizga eng muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Nimaga tayyor turish kerak? Qaysi xatolar odamlarni ortiqcha xarajatga olib keladi? Kimlar albatta hujjatlarni tekshirishi kerak va kimlar vahima qilmasligi mumkin? Bu ma'lumot har bir oila, tadbirkor, talaba, pensioner, haydovchi va chet elda ishlayotgan yaqinlari bor insonlarga tegishli. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring, chunki bitta mayda e'tiborsizlik ham 1 avgustdan keyin vaqt pul va asab yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. Avval ko'p ishlar odamlarning o'z esida turardi. Kimdir kommunal to'lovni kechiktirardi, kimdir pasport yoki ID karta muddati tugayotganini oxirgi kunda bilardi, kimdir soliq, jarima yoki kredit bo'yicha qarzdorlikni faqat muammo chiqqandan keyin tekshirardi. Endi esa tizimlar to'g'ri raqamlashtirilmoqda. Ya'ni davlat idoralari, banklar, kommunal tashkilotlar, soliq organlari va ayrim xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiryapti. Bu oddiy odam uchun nimani anglatadi? Agar sizning hujjatingizda xato bo'lsa, qarzdorlik bo'lsa, telefon raqamingiz eski bo'lsa yoki shaxsiy kabinetingizga kira olmasangiz, muammo avvalgidan tezroq yuzaga chiqadi. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, men sizga oldindan tayyorlanish yo'lini ko'rsatmoqchiman. Chunki ko'p muammolar katta pul talab qilmaydi, faqat vaqtida tekshirishni talab qiladi. Masalan, kommunal hisoblash ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, uni 2 oy o'tkazib yuborsangiz, keyin farqni isbotlash qiyinlashadi. Bank kartangizga bog'langan telefon raqami siz ishlatmaydigan eski raqam bo'lsa, tasdiqlash kodi kelmaydi va siz muhim to'lovni amalga oshira olmaysiz. ID karta muddati tugagan bo'lsa, ayrim xizmatlardan foydalanishda tizim sizni avtomatik rad qilishi mumkin. Shuning uchun 1 avgustdan oldin eng muhim vazifa o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshirish. Avval idoraga borib, navbat kutib ariza yozib, qog'oz ko'tarib yurish ko'p edi. Ko'pchilik bir ishni bitirish uchun mahalla, bank, soliq, kadastr, kommunal tashkilot va davlat xizmatlari markazi o'rtasida qatnardi. Endi ko'p jarayonlar yagona elektron tizimlar orqali yuritilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ariza onlayn topshiriladi. To'lov elektron amalga oshiriladi. Ma'lumotlar bazadan olinadi. Lekin yomon tomoni ham bor, bazadagi bitta xato sizning arizangizni to'xtatib qo'yishi mumkin. Masalan, siz subsidiya, nafaqa, kredit, tadbirkorlik uchun ruxsatnoma yoki kadastr hujjatini rasmiylashtirmoqchisiz. Tizim sizning daromadingiz, mol-mulkingiz, oilaviy holatingiz, yashash manzilingiz yoki qarzdorligingizni avtomatik tekshiradi. Agar manzil eski bo'lsa, oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki siz bilmagan jarima turib qolgan bo'lsa, ariza rad etilishi mumkin. Odam esa men hammasini to'g'ri qildim-ku deb hayron bo'ladi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Hozir asosiy muammo odamning o'zi emas, ma'lumotlarning bir-biriga mos kelmasligi. Yana bir o'zgarish shundaki, to'lov intizomiga e'tibor kuchaymoqda. Kommunal xizmat, kredit, aliment, soliq, jarima, ijara yoki tadbirkorlik to'lovlari bo'yicha qarzdorlikni yashirib yurish qiyinlashadi. Elektron tizimlar qarzdorlikni ko'radi. Ayrim hollarda hisob raqamlar, xizmatlardan foydalanish yoki hujjat rasmiylashtirish jarayonida cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Bu hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Lekin qarzi bor odamlar 1 avgustdan keyin nega menga xizmat ko'rsatilmayapti degan savolga duch kelmasligi uchun oldindan tekshirish kerak. Birinchi navbatda har bir odam o'zining asosiy hujjatlarini tekshirishi kerak. ID karta yoki biometrik pasport muddati, haydovchilik guvohnomasi, texnik pasport, kadastr hujjati, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomasi, stir, JSHIR, bankdagi telefon raqami, yashash manzili va shaxsiy kabinetlarga kirish imkoniyati. Men bularni bekorga sanamayapman. Chunki bugun ko'p xizmatlar aynan shu ma'lumotlarga tayanadi. Misol uchun Toshkentda yashaydigan bir fuqaro ipoteka subsidiya olish uchun ariza beradi. U o'zini Toshkentda yashayman deb biladi. Lekin tizimda doimiy ro'yxat boshqa viloyatda qolgan. Natijada ariza boshqa hudud bo'yicha ko'riladi yoki rad etiladi. Yoki Samarqanddagi oila bolalar nafaqasiga ariza beradi. Lekin oilada bir farzandning hujjati boshqa manzilga bog'langan bo'ladi. Tizim oila tarkibini noto'g'ri ko'radi. Bu yerda muammo odamning huquqida emas, bazadagi nomuvofiqlikda. Shuning uchun men doim aytaman. Ariza berishdan oldin hujjatlarni tekshirish, ariza rad bo'lgandan keyin yugurishdan ko'ra ancha oson.
Ikkinchi masala bank kartalari va mobil ilovalar. 1 avgustdan keyin ko'p xizmatlar elektron tasdiqlash, SMS kod, biometrik tekshiruv yoki shaxsni masofadan aniqlash orqali ishlaydi. Agar sizning kartangizga bog'langan raqam boshqa odam nomida bo'lsa, eski bo'lsa yoki sim karta yo'qolgan bo'lsa, siz to'lov pul o'tkazmasi, kredit to'lovi yoki davlat boji to'lashda qiynalishingiz mumkin. Ayniqsa chet elda ishlayotganlar uchun bu juda muhim. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Koreya yoki Turkiyada yurgan vatandoshimiz O'zbekistondagi bank kartasiga kira olmay qolsa, muammoni masofadan hal qilish har doim ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun hozirdan bank ilovasiga kirib ko'ring. Telefon raqamingiz to'g'riligini tekshiring. Parol va PIN kodni eslab qo'ying. Kerak bo'lsa, bank filialiga borib ma'lumotlarni yangilang. Uchinchi masala kommunal to'lovlar. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi. Internet va boshqa xizmatlar bo'yicha qarzdorlikni e'tiborsiz qoldirmang. Men real hayotda ko'p ko'rgan holat, odam bir oyda 20 ming so'm elektr, 10 ming so'm gaz, 35 ming so'm suv to'lovi chiqadi deb o'ylaydi. Lekin hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida kiritilmagani, eski qarzdorlik qo'shilgani yoki penya hisoblangani sababli umumiy qarz 700 ming so'mga yetib qoladi. Keyin odam men bunda ishlatmaganman deydi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l hozirgi ko'rsatkichni suratga olish, shaxsiy hisob raqamini tekshirish, to'lov tarixini saqlash va tushunarsiz summa bo'lsa, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilish. Eng avvalo pensionerlar va nafaqa oluvchilar. Chunki ularning to'lovlari, imtiyozlari va ijtimoiy yordam masalalari ko'pincha aniq hujjat va bazadagi ma'lumotga bog'liq. Agar pensionerning bank kartasi muddati tugasa, telefon raqami o'zgarsa yoki yashash manzili bazada noto'g'ri bo'lsa, pul tushishi kechikishi yoki xizmatdan foydalanish qiyinlashishi mumkin. Men farzandlarga alohida aytaman, ota-onangizning kartasi, pensiya hujjati, telefon raqami, kommunal hisob raqamlari va shaxsiy kabinetlarga kirish imkoniyatini tekshirib qo'ying. Bu hurmat va amaliy yordamdir. Ikkinchi guruh tadbirkorlar va yakka tartibdagi ish bilan shug'ullanuvchilar. Sizda soliq hisobotlari, ijara shartnomasi, kassa apparati, bank aylanmasi, xodimlar bo'yicha hujjatlar va ruxsatnomalar tartibda bo'lishi kerak. Masalan, kichik do'kon egasi oyiga 20 million so'm aylanma qiladi, lekin ijara shartnomasi rasmiy emas. Kassa intizomi to'liq yuritilmagan, soliq kabinetiga kirmagan. Bunday holatda 1 avgustdan keyin tekshiruv bo'lmasa ham elektron tizimdagi nomuvofiqlik sabab muammo chiqishi mumkin. Men tadbirkorlarga shuni maslahat beraman. Buxgalterga ko'r-ko'rona ishonib qo'ymang. O'zingiz ham soliq kabinetiga kirib qarzdorlik, hisobot va bildirishnomalarni tekshiring. Uchinchi guruh haydovchilar. Jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, avtomobil hujjatlari. Ishonchnoma va davlat raqami bilan bog'liq ma'lumotlar elektron tizimlarda ko'rinadi. Ba'zan odam bitta jarimani unutadi, lekin keyinchalik avtomobilni sotishda, texnik ko'rikdan o'tishda yoki boshqa rasmiy ishda o'sha jarima muammo bo'ladi. Masalan, 1,65 ming so'mlik jarima vaqtida to'lanmasa, ustiga qo'shimcha xarajatlar chiqishi, ijro hujjatlari paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun haydovchi bo'lsangiz, jarimalarni haftasiga bir marta tekshirib qo'ying. 4-guruh talabalar, abituriyentlar va ularning ota-onalari. Avgust oyida o'qish, kontrakt, yotoqxona, stipendiya, harbiy hisob, turar joy va hujjat topshirish masalalari ko'payadi. Agar abituriyentning pasport ma'lumoti xato bo'lsa, telefon raqami ishlamasa yoki to'lov kvitansiyasi yo'qolsa, ortiqcha yugurish boshlanadi. Kontrakt to'laydigan ota-onalar ham bank limitlari, karta holati va to'lov maqsadini to'g'ri ko'rsatishga e'tibor berishi kerak. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, qarzdorliklaringizni vaqtida to'lab kelsangiz, bank ilovangiz ishlasa, kommunal hisoblaringizni tekshirib tursangiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, qo'rqishga asos yo'q. Bu o'zgarishlar tartibli odamga ko'proq qulaylik beradi. Chunki navbat kamayadi. Qog'ozbozlik qisqaradi. To'lovni uydan turib amalga oshirish mumkin bo'ladi. Muammo asosan keyin qilaman deb yuradiganlarda chiqadi. Lekin men bir narsani aniq aytaman. Menda hammasi joyida deb taxmin qilish yetarli emas. Tekshirib ko'rish kerak. Chunki ba'zan odam o'zi xato qilmagan bo'lsa ham, bazada eski ma'lumot qolgan bo'ladi. Masalan, siz 3 yil oldin telefon raqamingizni almashtirgansiz, lekin bankda eski raqam turibdi. Yoki kvartira allaqachon sizning nomingizda, lekin kommunal hisob eski egasiga bog'langan. Yoki soliq organida faoliyati tugatilgan deb o'ylagan ITT hali ham aktiv ko'rinadi.
Bunday mayda narsalar vaqtida aniqlansa oddiy tuzatiladi. Birinchi nozik jihat, hamma qarzdorlik ham darhol cheklov degani emas. Ba'zi holatlarda ogohlantirish beriladi, ba'zilarida muddat beriladi, ba'zilarida esa darhol jarayon to'xtashi mumkin. Shuning uchun eshitgan gapga emas, rasmiy manbaga qarang. Men doim shuni tavsiya qilaman. Qarzdorlik yoki rad javob chiqsa, avval sababini yozma yoki elektron shaklda oling. Og'zaki aytilgan gap bilan muammoni isbotlash qiyin. Sizga qarzingiz bor deyishsa, qaysi davr, qaysi hisob raqam, qaysi summa, qaysi asos bo'yicha ekanini so'rang. Ikkinchi nozik jihat, qarindosh nomidagi karta, sim karta yoki uy-joy hujjati. Bizda ko'p oylarda bir odamning telefon raqami boshqa odam nomida. Kommunal hisob ota nomida, uy esa buva nomida turadi. Hayotda bu odatiy ko'rinadi, lekin elektron xizmatlarda muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, ona bolasi uchun nafaqa arizasi bermoqchi, lekin telefon raqami turmush o'rtog'i nomida. Tasdiqlash kodi boshqa odamga boradi. Yoki uy egasi vafot etgan, meros hujjati rasmiylashtirilmagan, kommunal hisob hamon eski nomda. Keyin subsidiya, ro'yxatga qo'yish yoki sotish jarayonida muammo chiqadi. Shuning uchun oilaviy hujjatlarni keyin qilamiz deb cho'zmaslik kerak. Uchinchi nozik shart, chet eldagilar. Agar siz O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz, O'zbekistondagi telefon raqamingiz ishlashi, bank kartangiz aktiv bo'lishi, pasport muddati tugamagan bo'lishi va yaqinlaringizda kerakli ishonchnoma bo'lishi juda muhim. Masalan, siz chet elda ishlab turibsiz, O'zbekistondagi uyingiz bo'yicha kadastr yoki kommunal muammo chiqdi. Siz kela olmasangiz, ishonchnoma bo'lmasa, yaqinlaringiz ishni bitira olmaydi. Shuning uchun chetga ketishdan oldin notarial ishonchnoma, bankdagi aloqa ma'lumotlari va hujjat nusxalarini tartibga keltirish kerak. 4-nozik jihat, eski qarz va eski jarima. Ko'pchilik ancha oldingi narsa. U unutildi deb o'ylaydi. Lekin elektron tizimlarda eski ma'lumot ham turishi mumkin. Ayniqsa ijro hujjatlari, aliment, sud qarori, soliq qarzi, jarima, kredit kechikishi va kommunal qarzlar bo'yicha ehtiyot bo'lish kerak. Agar siz qarzni allaqachon to'lagan bo'lsangiz ham, to'lov tizimida yopilganini tekshiring. Ba'zan pul to'langan bo'ladi, lekin qarzdorlik mavqumi yangilanmagan bo'ladi. Bunday holatda kvitansiya, bank cheki yoki elektron to'lov tarixini ko'rsatish kerak bo'ladi. Men sizga aniq ish rejasini beraman. Birinchi qadam, telefoningizdan yoki kompyuteringizdan barcha asosiy kabinetlarga kirib ko'ring. Bank ilovasi, davlat xizmatlari portali, soliq kabineti, kommunal to'lov ilovalari, jarimalarni tekshirish xizmati va mobil operator kabineti. Kirish imkoniyati bo'lmasa, bugunoq tiklang. Parol esdan chiqqan bo'lsa, yangilang. Telefon raqami eski bo'lsa, bank yoki tegishli tashkilotga borib almashtiring. Ikkinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Elektr, gaz, suv chiqindi, internet, kredit, soliq, jarima va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha alohida qarang. Agar 1000 so'm, 100 ming so'm yoki 200 ming so'm qarz chiqsa, mayli, keyin demang. Kichik qarz vaqt o'tib katalashadi yoki muhim ish oldidan to'siq bo'ladi. To'laganingizdan keyin chekni saqlang. Elektron chek bo'lsa, telefoningizda alohida papka oching yoki o'zingizga messenjer orqali yuborib qo'ying. Uchinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil sug'urtasi, texnik ko'rik, kadastr hujjati, nikoh va tug'ilganlik guvohnomalari, diplom yoki talabalik bilan bog'liq hujjatlar. Agar hujjatda ism, familiya, tug'ilgan sana yoki manzil bo'yicha xato bo'lsa, uni rasmiy tuzatish kerak. Bitta harf deb e'tiborsiz qoldirmang. Elektron tizim uchun bitta harf ham boshqa odam degani bo'lishi mumkin. 4-qadam. Davlat xizmatlari markaziga borishga tayyorlaning. Agar onlayn hal bo'lmasa, o'zingiz bilan ID karta, eski hujjat nusxasi, to'lov cheki, ariza uchun asos bo'ladigan hujjat, telefon raqam va kerak bo'lsa notarial ishonchnoma olib boring. Ariza yozayotganda muammoni aniq yozing. Falon hisob raqam bo'yicha qarzdorlik noto'g'ri ko'rsatilgan. Telefon raqamimni yangilashni so'rayman. Yashash manzilim bazada noto'g'ri aks etgan. To'lov amalga oshirilgan. Lekin tizimda qarz yopilmagan. Aniq yozilgan ariza tezroq ko'riladi. 5-qadam, oilada mas'ul odam belgilang. Har bir oila oyiga bir marta kommunal to'lovlar, qarzlar, hujjatlar va bank kartalarini tekshiradigan bir kishini belgilash kerak. Bu murakkab ish emas. 3 daqiqa vaqt oladi. Lekin shu 3 daqiqa keyinchalik 3 kun idora yurishdan saqlaydi. Ayniqsa uyda keksa ota-ona, talaba farzand, mashina, kredit yoki ijaraga berilgan uy bo'lsa, nazorat yanada muhim. 6-qadam, shubhali xabarlardan ehtiyot bo'ling.
1 avgustdagi o'zgarishlar haqida ko'p mish-mish, soxta havola va firibgar qo'ng'iroqlar paydo bo'lishi mumkin. Sizga kartangiz bloklanadi, jarimangiz bor, kompensatsiya olasiz. Ma'lumotlaringizni tasdiqlang deb SMS yoki havola yuborishsa darhol bosmang. Bank karta raqami, SMS kod, PIN kod. Pasport rasmi va shaxsiy ma'lumotlarni begona odamga bermang. Rasmiy ilova yoki rasmiy sayt orqali tekshiring. Men eng ko'p ko'radigan xato, odam qo'rqqanidan kodni aytib yuboradi. Keyin kartasidagi pul yechilib ketadi. Bir oilani tasavvur qiling. Ular 3 xonali kvartirada yashaydi. Otaning nomida avtomobil bor, onaning nomida bank kartasi bor. Katta farzand talaba, kichik farzand maktabda. Elektr uchun oyiga bitta 80 ming so'm, gaz uchun 90 ming so'm, suv uchun 5 ming so'm, internet uchun 3 ming so'm to'lashadi. Agar ular 2 oy to'lovni tekshirmasa, umumiy qarz 800 ming so'mga yaqinlashishi mumkin. Shu paytda talabaning kontrakti uchun bank orqali to'lov qilish kerak bo'ladi. Lekin karta limiti, SMS tasdiqlash yoki qarzdorlik muammosi chiqsa, oilada stress boshlanadi. Agar ular oldindan hammasini tekshirganda bu muammo bo'lmasdi. Yana bir misol, kichik tadbirkor bozorda savdo qiladi. Kunlik tushum o'rtacha 700 ming so'm. Oyiga 20 million so'm atrofida aylanma bor. U ijara haqini naqd beradi. Ayrim to'lovlarni kartadan qiladi, lekin soliq kabinetiga 3 oy kirmagan. Bir kuni bankdan ma'lumot so'raladi yoki soliq bildirishnomasi keladi. U esa parolni bilmaydi. Buxgalter boshqa ishga o'tib ketgan. Eski telefon raqami ishlamaydi. Natijada oddiy masala 3-4 kunlik muammoga aylanadi. Men bunday vaziyatlarning oldini olish uchun tadbirkorlarga har oyning boshida kabinetlarni tekshirishni tavsiya qilaman. Yana bir holat. Chet elda ishlayotgan yigit O'zbekistondagi onasiga pul yuboradi. Onasining kartasi ishlaydi. Lekin bankdagi telefon raqami eski SIM kartaga bog'langan. Ilova yangilanishi yoki tasdiqlash so'ralishi bilan orqali amaliyot to'xtaydi. Ona bankka borish kerak, lekin karta o'g'lining nomida. Ishonchnoma yo'q. Mana sizga oddiy ehtiyotsizlikning oqibati. Shuning uchun men har bir migrantga aytaman, ketishdan oldin bank, notarius telefon raqami va hujjat masalasini tartibga keltiring. 1 avgustdan keyin eng ko'p tayyor turishingiz kerak bo'lgan narsa bu tartib va tekshiruv. Hamma narsa bir kunda o'zgarib ketadi degani emas, lekin avgust ko'p jarayonlar boshlanadigan davr. O'qish masalalari, to'lovlar, xizmatlar, yangi tartiblar, hisobotlar, qarzdorliklarni aniqlash, hujjatlarni yangilash. Shuning uchun men buni oddiy til bilan shunday deyman. Telefoningizdagi ilovalar ishlasin, hujjatingiz yaroqli bo'lsin, qarzingiz nazoratda bo'lsin, chekingiz saqlansin, arizangiz aniq yozilsin. Agar sizda muammo chiqsa, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Birinchi navbatda sababni aniqlang. Ikkinchi navbatda dalil to'plang. Uchinchi navbatda tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling. To'rtinchi navbatda javob muddatini kuzating. Agar javob qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organ yoki rasmiy murojaat tizimi orqali qayta yozing. Telefonda bahslashish ko'pincha natija bermaydi, lekin yozma murojaat iz qoldiradi. Bugun men sizga 1 avgustdan keyin o'zgarishlar qanday tayyorlanish kerakligini oddiy va amaliy tilda tushuntirdim. Asosiy fikr bitta. Vahima kerak emas, lekin beparvolik ham mumkin emas. Hujjatlaringizni tekshiring, qarzdorliklarni ko'ring, bank raqamingiz va telefoningizni yangilang, kommunal to'lov cheklarini saqlang. Davlat xizmatlari va soliq kabinetlariga kira olishingizni sinab ko'ring. Bu ishlarni hozir qilsangiz, keyin navbat, jarima, rad javobi va ortiqcha xarajatlardan qutulasiz. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda 1 avgustdan qaysi o'zgarishlar haqida gap so'zlar bo'lyapti? Qaysi masala sizni ko'proq xavotirga solyapti? Men eng muhim savollarni ko'rib chiqib, keyingi videolarda alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday tayyorgarlik har bir oila uchun kerak.